Bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini oldini olishda yo'l infratuzilmasini takomillashtirish va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Aynan shu maqsadda Farg'ona tumanidagi 55-sonli umumta'lim maktabi oldidagi piyodalar o'tish joyiga zamonaviy aqlli svetofor qurilmasi o'rnatildi. Endi o'quvchilar yo'lni kesib o'tish uchun svetofordagi maxsus tugmachani bosishi kifoya. Shundan so'ng piyodalar uchun ruxsat etuvchi ishora yonadi va ularning xavfsiz o'tishi uchun sharoit yaratiladi. Qurilmaning yana bir muhim jihati u piyodalarning harakatini ham nazorat qiladi. Ya'ni qizil ishorada yo'lning qatnov qismiga chiqqan piyoda maxsus sensorlar orqali darhol aniqlanadi. Bunday holatda qurilma tovushli ogohlantirish ishorasini berib, piyodani xavf haqida ogohlantiradi. Shuningdek, svetofordagi maxsus yorug'likli yozuvlar ham piyodalar harakatini tartibga solishga xizmat qiladi. Zamonaviy qurilmaning o'rnatilishi bilan bir qatorda mazkur piyodalar o'tish joyidagi yo'l chiziqlari ham qaytadan aniq va ravshan qilib chizildi. Bu esa nafaqat o'quvchilar, balki haydovchilar uchun ham qo'shimcha ogohlantiruvchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Haydovchilarga ushbu hududda tezlikni pasaytirish, piyodalarga yo'l berish va maktab atrofida ehtiyotkor bo'lish zarurligi eslatilmoqda. Zero maktab oldidagi har bir yo'l belgisi, har bir svetofor va har bir ogohlantiruvchi qurilma zamirida bitta maqsad — bolalar hayotini asrash mujassam. Bola yo'lga chiqqan paytda ehtiyot choralari qancha ko'p bo'lsa, xavf shuncha kamayadi. Aqlli svetofor esa texnologiya imkoniyatlarini inson xavfsizligiga xizmat qildirishning yana bir amaliy namunasidir. Eng muhimi, har qanday holatda haydovchi ham, piyoda ham yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishi shart. Chunki yo'ldagi eng muhim qoida inson hayoti birinchi o'rinda.